Mening ismim Bilol. Men hozir 20 yoshdaman. Men kelasi shanba 21 yoshga to'laman. Bu voqea men institutda 2-kursda o'qiyotganimda sodir bo'lgan. Men 15 metrcha uzoq bo'lgan uyda turardim. U yerni 3-qavatida 3 xonali kvartirada yashardim. U yer juda shinam edi, juda zo'r edi va u yerda men Hasan o'rtog'im bilan turardim. Hasan va men turardim. U yerda biz yashardik. Biz juda mashhur bo'lganimiz uchun har kuni qizlar bizning yonimizga kelib, biz haqimizda narsalar bilib ketardi. Noto'g'ri tushunmang. Bu voqea men uyga ketayotganimda sodir bo'ldi. Uyga ketar ekanman. Uyga ketayotganimda juda dahshatli voqea yuz berdi. Kvartiramning eshigimning tagida bir qiz turgandi. Juda siqilib turardi. Men undan so'ramoqchi bo'ldim. Men undan so'radim. Xo'rsinib so'radim charchaganim uchun. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Kvartirangizda kaliti yo'qolgan bo'lsa, topib beraymi? U turdi. Menga shunday dedi. Hasan shu yerdami? Men unga xo'rsinib javob berdim. Hasan kompyuter o'ynagani ketgan dedim. Xohlasangiz uyga kirib uni kutib turishingiz mumkin dedim. U boshini likillatib ha javobini berdi. Men uni uyimga olib kirdim. U yerda qaysi joy qulay bo'lsa shu yerga o'tiring dedi. Unga ichimlik yoki nimadir taklif qildim. Hech narsa kerak emas. Men shunchaki Hasan bilan uchrashmoqchiman. Men shunda dahshatga tushdim shu gaplardan keyin. Hasan menga sevgili borligini aytmagandi. Faqat u mast paytida, ichib olgan paytida menga bir sevgilim bor, lekin uni tashlab ketganman deb aytgandi. Men yanada dahshatga tushdim. Chunki u sevgilim o'lgandi degandi-ku. Yana bilmayman men. Senga qo'ng'iroq qildingizmi deganimda, Meni telefonim yo'q. men hayron bo'ldim. Hozir 2016-yil. Deyarli butenga hammada telefon bor. Men unga telefonimni taklif qildim. Telefonimni taklif qilib, Hasanga qo'ng'iroq qilib ko'ring dedim. U bo'lsa, u kutaman deb javob berdi. Men unga lekin SMS yozib ko'rishingiz mumkin deganimda, u qovoqlarini solib kutaman dedi. Bundan men sal qo'rqdim. Shuning uchun dush qabul qilish uchun dushga kirib ketdim. Lekin yana bir marta so'radim. Telefonimni berib turishim mumkin deganimda, u orqasiga derazaga qarab turardi. Men dush qabul qilishga kirib ketayotganimda so'radim. Sizga telefon berish mumkin dedi. U hech nima demadi. Men dush qabul qilayotgandan oldin Hasanga sevgan qizing bormi dedi. U menga dush qabul qilgandan keyin telefon qildi. Sen qanaqa sevganing haqida gapiryapsan? Men sevganimni tashlaganman, boshqa hech qaysi qiz bilan gaplashmayapman dedi. Men qo'ysangchi dedim. Chunki hozir u meni uyimda turibdi deganimda, u dahshatga tushdi. Uni ko'rinishini aytib bera olmaysanmi dedi. Men uni ko'rinishini aytdim. Jigarrang sochli, qo'ng'iroq ko'zli, yashil kiyimli, qora tuflili, shunaqa deganimda, u dahshatga tushdi. Hey, 10 sekundcha jim turdi. Hey, senga nima bo'ldi deganimda, u sen meni oldin 1 yil oldin o'lgan sevgilimni aytyapsanmi? U o'z uyidan derazadan o'zini tashlab o'lgan dedi. Shu so'zi meni shubhaga uyg'otdi. Men dahshatga tushdim. Hey, sen aldamayapsanmi deganimda, yo'q, men aldamayapman. U 1 yil oldin vafot etdi bo'lgan dedi. Shu paytda meni uyimda kimdir deraza tomon yugurgan ovozini eshitdim va tezda xonadan chiqqanimda, u deraza tomonda turardi. Yig'lab turardi. Men unga loyiq emasman. Bunday deb yig'lab turardi. U o'zini tashlamoqchi bo'ldi. Lekin men deraza tomon telefonimni yerga uloqtirib, unga yalinib so'radim. U menga shunday dedi. Hech qachon baxtli bo'lmaydi. Shunday deb o'zini uloqtirib yubordi. Men qo'rqib turganimda, balkondan pastga qaraganimda, ko'zimni yumib ochishimga u g'oyib bo'lib qoldi.
Men hayratlanib turardim. Yonimga Hasan keldi. Hasan menga bor voqeani ayt dedi. Men unga bor voqeani tushuntirib aytib berdim. U bo'lsa qo'rqib turardi. U shunday dedi: "Men avval onasidan mana shu ko'ylakni olgandim. Shu ko'ylakni olganimdan beri tushlarimga kiryapti. Hattoki meni uyimda ham paydo bo'lyapti. Bu ko'ylak la'natlangan" dedi. Shundan keyin biz u bilan rosa maslahatlashdik. Bu ko'ylakni nima qilsak bo'ladi deb maslahatlashdik. Keyin u aytgan gaplar hech qachon esimdan chiqmasdi. U hech qachon baxtli bo'lmaydi. Bunday degan gaplar hech qachon esimdan chiqmasdi. Shundan keyin Hasan bu kiyimni o'sha qizni qabrini yoniga qo'ydi.